Bana biz lokalde... Mana sana? Ya kim o sen? Ben eri. Oy, qadavalarınız yaxshimi? Kelib qolibsiz kelar Yaxshi o'tiray. turibmiz oldinmi? Yaxshi. Ma do'kondan ijara turishga oz qoldi emasmi? Endi marketingni boshlab ijaraga chiqqan emas shu. 10 ming qo'ydim. Pursam bo'lib qoldi. Shu bahonasiga deb qo'ya deb kelishim. Unda degan olsam men bu do'konni yangilam ijara oldim bilasiz. Bu pul topmoqning teskida siz bunda tezlam ijarani o'stirib olsangiz men qanday qilaman? Pul topmoq menga oson kelmayapti. Yo'q, men unda deganim emas. Men endi yangilam ajrashdim. Bir balam bilan mush do'konni o'tkazilib kunimni kun etay deb olgan. Uni suymuş o'rindiq ustal bir narsalarni olaman deb bezakchiligiga bir muncha pul qashlab, yenimdik pulni hammani ishlatib ekanman. Bo'lsa, mush ijarni o'zgartmay tutib turgansiz bir dirni olsin deb olgan bo'lsam. Maqara. Bu turmushdan bolni g'imi hammamizda bor-da. Bu gapdan men qilsangiz ham boshmaydi. Bu do'kon sizga 100 ko'y qajgan bo'lsangiz biz shu 10 ming ko'y 100 ming ko'y qajlab sizlarni ochsin deb tayyor qilib beramiz. Bizga oson emas bilasizmi? Yo'q, bilaman. Biroq abim sizga degan shu bezakchilikning hammasiga men boshqalardan qarz olib ekanman, yenimdik pulim yo'q. Bunda qilsangiz men nimani to'layman? Men tasavvurlamdi. Buning amal yo'q emas ba. Debisimi o'zimiz yolg'iz mush bir do'konni yolg'iz ichi oson emas. Ajishib pajloni yolg'izdan qilyapsiz. Ben biraz gap qilsam harakatimdan shu sizni ko'rsam yuragimdan bir yerlar to'q suqam turdi. Hemen bagi. Agar xolis emas, ikkimiz mushbarni qaytadan tanishib, ancha-muncha bir kashlar ber, aydan paranglashib, bir do'kon ijozasiga kelishib qolsak, ketaversam mayli emas. Shonsa qilaman, men siz o'ylagandek ayol kishi emas, chunki men sizga qo'yay. Maqaram. Ko'nlar bir gap bor. O'tin tashlansa sesiydi, xotin tashlansa qiriydi o'di. Kildg'az, qizimiz deb ma'qul yog'anda noz qilib bermay, quruq gaplarni qilib qolsangiz kelishib qoldimi? Ma'qul deysiz, to'g'rimi? Maqaram. Siz Biz lokalda boshqa. İnsafsızlık qilib ben dükkanın icarasını götürüp alınını boptu desem de xalqning qiyinchiligidan foydalanib razil maqsadga yetmoqchi degan sen. Ya kim o sen? Ben eri. Eri olsan, ma dükkanın ijarasını to'la. Bo'lmaydigan bo'lsa men degandek, dükkan degan shara. qo'yib eting. Ikkimizning hech qanday ish qolmadi. Keçirgen. Ben aldığını bıraktım namaqul bulay. Ben bıraktım fırsatı. Biz yarış olaylı bulam da. 2-4 tal pulni tepib ko'chada o'ynab yurgan vaqtingizda shuni o'ylaganmidingiz? To'g'ri. Ben aqlsizlik qildim. Ben nadonlik qildim. Ben bıraktım fırsat bergen. Biz yarış olaylı. Ha balını o'zim yüzünü qilgan unda qilma. Men bıraktım keçirib bulam da. Meni ikkinchi izligicha olma. Sizni o'lsam kechiramayman. Buningdiki meni izligicha bo'lma. Amaldır takdir bir şefkat. Ukam qishani ortiq pul o'z berib turgan bo'lsam bir do'kon ijara ilib tijorat qilishni bo'lay degan. Acha uzanmama xabari bor. Nima do'kon ochliq uzun bo'lmadi. Endi bopini hammani mush do'kon badlaqsili yetib kelman. Bo'ldi ukam. Seni mo xijolat qilmay, ansama bo'z qarab turmay ta'amizmi? Amsman qaytay. Do'kon kirib tomoq yetmay. Bo'ldi ukam, to'sqin to'xti. Ma'qul. Acha yaxshimi? Voy, yaxshimi ukam, qadavalang bu yoqlarga kelib qolsa. Yaxshi. Shu ansam sodan bek yaxshi bo'ladi. O'zbekiston bilan bir ko'rib boqay deb kelcha. Ha, bo'ldi, ish qilib qadiraval. Xeyli yaxshi bo'ladi. Voy, arasiliqi pulni hozirlab berib o'taychi qo'yim kelib qolsa mana. Acha. Bu pulni men sana beribdim. Bu nima degina? Ayni vaqtda sen do'kon oldi qarz so'rab borganda yo'ldoshing aşağıda ekan. O meni yenim kelib, Açığız ningap kepti. nimdep keldi. Yaxshiroq adamga do'kon ochmoqchi ekan, to'q. Azroq pul lozim bo'lib qolibdi ekan, shuning keldi. O'zingizdan aciz olmasin davra açığızga. Ben açığızga yarış olaylı deb ne çıktım dedim. Ama açığız faqatla unumidi. Bo'z shu meni o'rnim turib ishga qilgan qo'ygan bo'lsangiz pek yaxshi bo'libdi. Ayni vaqtda ishqinlar yaxshi ko'rishib to'y qilgan. Endi ochama bir ayol kishi turib, yuz yaxshi ko'rgan odamning xiyonatiga bardoshlik beraman. Shu fikrman. Menmo abi ishlarim azroq yurishib qilib, azroq pul tepib qilib, o'zimni bilmay qoldim afkam. Bir aqlsizlik qilib, bir o'pda oilamni buzibdim. Oilamning muhimligini aqlsizlik qilib bo'lib, burnimga yeb bo'lib bildim. Odam degan mukammal bo'lmaydi ekan. Ochig'ingizga kerakli shu pulni men sizga beray.
Siz meni badiye demey. Ağacınızga bir berip turun. Aşa ağacınız muşu özü oylagan işni bir kılıp alsın. Ma işte bana yardım kılmasanız kat'i bulmaydı afkam. Olsa bir bana bir yardım kılıp muş işimni bir hal kılıp bayken bolsanız. Şunu ola ona yardım kıl. Yerin mi pişayman kılım ne dedi aça. O mu kıgalarga nayet pişayman kıptı. Olsa onu bir katım keçir etken. Arlıqanla bir balıba. Balan datı sıkamızı. Sizler bir sınırlı yaxşı görüşüp toy kılgan. Hopta olmuş bir katım keçir etken. Maqul fikam ben bir oylaş bakay. Hay, to'xtab turing ha. Ha vay. Men sizga mana pul beribdi deganman. Ben sizge pul verip durumda. Qo'y, enimga beribsiz, ayolimga berib qo'y, duka ichvasin-da. Dep qo'yibdi da. Ya qaramdiki mening yomon niyetim yo'q. Siz bilan balni qiynab qolmasin dedim. Onun ustiga sizni o'ylagan ishlarga ishlatib olsin deb. Shunga ishtaq qaras mening yomon niyetim yo'q. Ko'zingizga bechara ko'rinib qopti menda. Voy, siz bilan ajrashgandan yaxshi kunlarim shunday yaxshi ansirmisansiz bo'laverdi. Qo'y. İpek yo'lbarining ullarini, yog'larini ilib naga maqdingiz, jimjim to'y qilib olgan bo'lsangiz uyda siz bir sizlarga aytib beraydi yaxshimamda. Yo'q dey. Siz yo'q. Sirtning tomog'ini yeyaverib, sirtning tomoqlardan ichib ketdim. Bu atrofda men kirmagan oshxonalarmi qolmadi. Onun ustiga uy tomog'ini sog'inib qoldim. Mening bir qo'lab agrolmagandan keyin men ipak yo'li bordi, uni bir ximir qilib, ama yig'ida bir sayni obdan qo'rib, tabii o'xshitib lag'man qilib yey deb shunga og'a. Sizning lag'miningiz yigil bo'lamda. Menga Hey! Lag'man siz yetamsiz? Ve akılama götürey! Var idi dilda aytmagan, gözlerim mung töktü sensiz kaymagan.